Hello Kitty o'yinchog'ining ichida topilgan murda. 1999-yil Gonkongda dahshatli qotillik sodir bo'ldi. Yoshligi og'ir o'tgan fakmanyo balog'at yoshidan giyohvandlikka ruju qo'yadi. Narkotikka pul topish uchun 15 yoshidan fohishalik bilan shug'ullanadi. 20 yoshida o'ziga o'xshagan narkomanga turmushga chiqadi va undan bitta o'g'il farzand ko'radi. Uzoq o'tmay ular ajrashib ketishadi va u qiz tungi klubga ishga kiradi. Tungi klubda u qizi sutenyor bo'ladi, Chan Maklok, va bir kuni uni kartmonidan $400 o'g'irlab oladi va bu hayotidagi eng katta xatosi bo'ladi. Chan Maklok srazu pulni kim olganini sezadi, u qizni topadi, qiynaydi, pulni qaytarib bersa ham tinch qo'ymaydi. Bir kuni kechasi Chan Maklok og'aynilarini olib, u qizni o'g'irlab ketadi va bitta kvartiraga olib keladi. Ular qizni eski fohishaxonaga olib keladi, ko'p qavatli binoga. Qizni u yoqda